Ishni qulpnoyni muzdek suvda chayni soda bilan yuvib tozalashdan boshlaymiz. Yuvilgan qulpnoylarimizni har birini quritib, yaxshilab artamiz va 15 daqiqaga sovitkichga yuboramiz. 32% молочный shokolad kerak bo'ladi. Qaysi shokoladdan foydalanganimiz storiesda ko'rsatib o'taman. Mikrovolnovka yordamida eritib olamiz. Har 10 sekundda ochasiz va aralashtirib turasiz. Xuddi shunaqa massa hosil bo'ladi. Qulpnoy botirishga qulay idishga solamiz va yaxshilab uramiz. Havolari chiqib ketishi kerak. Sovib olgan qulpnoyni shokoladga belaymiz. Bandi bo'lmasa zubachistkadan foydalaning. Shokoladga belangan qulpnoyni siltab, chetini sidiramiz va pergament solingan idishga qo'yamiz. Zubachistkani ehtiyotkorlik bilan chiqarib yuboramiz. Endi 20 daqiqaga sovitkichga joylaymiz. Qolgan shokoladimizni meshokka joylaymiz va ko'rsatilgandek qilib ustidan siqib chiqazamiz. Yo'l tushirish texnikasini sekinroq ko'rsatishga harakat qildim. Yana 10 daqiqa sovitkichga yuboramiz. Keks uchun mo'ljallangan qog'ozchalarga qulpnoyni joylab idishga teramiz. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Ishlatgan barcha mahsulotlarim konditerskiy do'konlarda bor. Korobkaga joylab xohishga ko'ra bezatamiz. Men kandurin resept tayyor. Resept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, ana endi bitta yurakchani bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi.